Ko'p qismliq ovozliq asar Bo'ri ko'zlik ar. Abduri Tursungul Obul Yarqut. Yettinchi qism. Nazigul aldirash hujriga kirib, addili yasinib, yerlik to'xu tuxumi, yang'oq, quruq uzum degandek quvvatli yemakliklarni so'mkisiga liqqida qachilab, aksi komillar turayotgan shaharga qarab yo'lga chiqdi. Yo'l bo'yi Nazigul atrofdagi go'zal manzarlardan huzurlanishni unutgan holda qizi Nurziyani birdammi ko'z oldidan neri qilmay, qizi bilan ko'rishishga aldirab ketayotdi. Nazigul akisining uyiga kelganda uyda akisi yo'q bo'lib, yangisi Aytolan Nazigulni ko'rib xushyoqmagandekla bir xil chiroy ifodasi bilan uni uyiga boshladi. Nazigul qizini ko'rishning xushalligida Aytolanning chiroy ifodasiga diqqat qilmagan edi. Bugun Nazigul qizini xuddi tunji qatim ko'rmoqchi bo'layotgandek shunchalik taqozo bo'lib ketgan edi. Uning uy ichiga bo'yindab qaravotganligini ko'rgan Aytolan gelini qirib qo'ydi. Nazigul darhol qo'lidagi so'mkini Aytolanga uzatdi. "Yanga, sizlarga yezning yerlik yemakliklaridan alg'ash keldim. Az bo'lsa tetib baqasizlar. Aras, akam bilan Nurziya ko'rinmaydi-ku." Aytolan Nazigulning Nurziyani tilga olganligini anglab chiroylari o'zgarib, nima deyishini bilolmay turganda eshikdan Kamil kirib keldi. Kamil singlisini ko'rib dastlabda bakli jiddilashib ketgan bo'lsa-mu, tezla o'zini o'ngshab, hech bo'lmagandekla Naziguldan hol ahvol so'radi. "Voy, Nazigul, keldingmi? Kep qapsan-ku singlim." "Kep qapsan-ku degan qandoq gap endi aka? Ajaba bu uyga kelsam bo'lmamdi ekan? Meni qarshi olmaydigan o'xshamamsan." "Voy, qarshi olmamdigan. Qarshi olmaydiganmi ish bo'lamdi. Bu uyning ishki sen uchun menga o'choq tatliq singlim. Sen degan mening bir tala singlim tursam. Seni bekli seg'ingandim. Chiroyli singlim. Yolqin bilan bola sog'-salomat techamon turyotamdi." "Ha, hammasi sog'-salomat. Bugun shu tuyuqsizlar sizlarni seg'inib ketib, yo'qlab kelishmaydi." Bek yaxshi bo'pti. Seni ko'rib shunda xush bo'lib ketdim degina." "Sen xush bo'lgan bo'lsang mayli-ku." Nazigul bilan Kamil xuddi kichik bolalardeklar qizg'in paranglashib ketdi. Aytolan ularning bir-biriga amroqlik qilib degan gaplarini davomli anglaverishga taqat qilolmay, o'rnidan turib hujrasiga kirib ketdi. "Aras aka, Nurziya ko'rinmaydi-ku." Kamil anglashdan eng qo'rqayotgan savol oxiri so'raldi. Kamil endi singlisiga nima deb javob beradi? "Sen menga ishinib topshirgan omonatingni men shuncha izlabmi topolmadim? U uydan chiqib ketib qaytib kelmadi desinmi?" Yo'q. Kamil hargiz undaq deyamaydi. Bo'libmi singlisining qizini ko'rishga buncha taqozo bo'lib turganini o'z ko'zi bilan ko'rib turgan ahvol ostida. Kamil darhol yolg'ondan birni to'qib, Nazigulni vaqtliq bo'lsa-mu xotirjam qilmoqchi bo'ldi. Nazigul, Nurziya yatoqliq maktabda o'qiyotdi emasmi? Shunga u uyda yo'q." "Mani ko'zni yumib ochqicha Nurziyami cho'ng bo'lib ketdi. Aka, Nurziya qachon uyga keladi? Uni bekli seg'indim. Bu qatim uni bir ko'rishga shunchalik taqozo bo'lgan edi." "Nima, Nazigul, Nurziyada xotirjam bo'lmayotgan o'xshamamsan. Ajaba u mening yonimda jafo tatib qolganmidi?" "Voy yoqay aka, men hargiz undaq o'ylamayman. Nurziya sening himoyangda shundoq chiroyli saqlam cho'ng bo'ldi. Men uni senga topshirgan ekanman. Albatta sening uning holidan yaxshi xabar olganligingga ishonaman. Biroq nemichqikin ko'nglim bir shumliqni sezgandek bo'lib, uni seg'inib turyapman." Kamil Nazigulning bu gapini anglab, yuragiga og'riq kirib ketdi. Akisingil ishkisi birdan paranglashib o'tirgandan keyin Nazigul qaytib ketmoqchi bo'ldi. Kamilmo singlisining haqiqiy ahvolini bilib qilib, Nurziyadan bak ansirab qilishni xohlamay,
uni tutib qolmadi. Nazgul qaytib ketgandan keyin Kamil so'lg'in holda hujra uyga kirdi. Aytulan yanchi yetib tatliq pushildab uxlab ketgan edi. Kamil azaldan Aytulanni Nurziyaga amroq, hech bo'lmasa uni kichikidan beqib cho'ng qilg'ashqa, uningga azroq bo'lsa-mu mehri bor deb o'ylaydi. Ammo bu qatim Kamil Aytulanning parvosizligiga qarab bakli yuragi og'ridi. Aytulanning zodi nima uchun Nurziyaga mehri tushmaganligining sababini xeyli o'ylandi. Ammo u o'zi qanoatlangudek javob topolmadi. Aytulan, hey Aytulan, turanglar o'rninglardan. Nazgul qaytib ketdi. Biroq u Nurziyaning yo'qolib ketganligini sezib qolganda qiladi. Qanday xil bo'lmasin, ona emasmi? Ko'ngli tuyib qolgan chig'i. Uningdan asrab qoldim. Ko'nglim bir shumliqni sezib degandek bir gaplarni qilib ketdi. Eng yaxshisi, Nazgul bilan Qurbon haqiqiy ahvoldan xabar tepishdan burun biz Nurziyani tepib qaytarib kelaylik. Nereden topimiz? Nega berib izlaymiz? Nereden topsak tepishimiz kerak. Nega berib izlaymiz deb ümidsizlanib yursak, Nurziya qaytib kelmaydigan o'xshaydi. Biz saqchilarga ma'lum qilib bo'lsa-mu, uni topmasak bo'lmaydi. Nurziya qaytib kelgandan keyin uningga haqiqiy ahvolni aytaylik. Agar u biz bilan turishni xohlamasa, o'z ota-onasining yoniga qaytib ketsin. Nurziyani biroz tutib ketgan bo'lsa edi, saqchixonaga ma'lum qilsak. U o'zi xalab uydan chiqib ketgan bo'lsa, buningga saqchilarmi amal qilamasmi ekan? Kamil jimib ketdi. Ana shu kundan boshlab Kamil har tarafdan Nurziyani izlashga boshladi. Kamil mushu ish sababli amroq singlisi Nazgul bilan orasiga sovuqlik tushib qolishdan bakla ansirab qolayotgan edi. Nurziya bo'lsa, Ra'no bilan maktab oshxonasida tirishib ishlab, kunlari aldirashlik ichida o'tib. Bugun Nurziya ishdan tushib, yotoq tarafga ketayotganda, yeliqi yosh kelishgan muallim uni chaqirib qoldi. Nurziya, ismingiz Nurziya, shundaqmi? Ha, ikkimiz paranlashsak bo'lamdi. Ha? Mening siz bilan ba'zi ishlar to'g'riliq paranlashib baqqim bor edi. Vaqtingiz bo'lsa, maktab poylisida birdan paranlashaylik-ku. Ha, ma'qul. Nurziya hayronlik bilan muallimga tikildi. Nurziya shundoq degenicha muallimga ergashdi. Ular maktab hovlisiga berib, o'rindiqda o'tirgandan keyin muallim gap boshladi. Mening ismim Akbar. Yaqinda mush maktabga praktikaga keldim. Praktikant o'qituvchi. Akbar muallimning gapini anglagan Nurziya, buning men bilan nima aloqasi degandek, Akbar muallimga savol nazar bilan qaradi. Akbar muallim xuddi Nurziyaning ko'nglidagini bilib qolgandekla aldirab tushundirdi. Nurziya, siz tahi kichikkansiz. Nemishqa boshqa bolalar o'xshash maktabda o'qimay ishlab yursiz? Nurziya bu savolga nima deb javob berishni bilolmay, beshini tuvan soldi. Uning buloqdek ko'zlaridan ixtiyorsiz 2 tomchi yosh sirg'ib tushdi. Akbar muallim Nurziyaning ko'zlaridagi yoshni ko'rib bakla jiddilashib ketdi. Kechiring Nurziya. Qirg'anda sizning yarangizni tatlab qo'ygan o'xshayman. Biroq mening rostla sizning ahvolingizni bilib baqqim bor edi. Meni akangiz o'rinda ko'rib, zada nima uchun davomli o'qimaganligingizning sababini aytib bersangiz bo'lamdi. Muallim, mening hech qanday urug' tuqqanlarim yo'q. O'zim yolg'iz yagona qizman. Shunga davomli o'qishga qurbitim yetmay ishlashga majbur bo'ldim. Ammo men o'qiy olmaganligimdan qilcha afsuslanmayman. Qandaqli bo'lmasin, boshqa bolalar qaraganda bo'roq jamiyatga chiqib o'zimga tayinib turmush kechirgan bo'ldim. Ba'zida o'zimni cho'ng bo'lib qolgandek his qilaman. Sizning menga ko'ngil bo'lganingizga ko'p rahmat. Nurziya oilasidagi ko'ngilsiz ishlarni tilga ilishni xohlamay, yolg'on so'zlagan edi. Bo'ldi, rahmat aytmasangizmi bo'ladi. Hech qis yo'q. Qarmoqqa siz shundoq aqlliq, g'ayratli ko'rindikansiz. Texma qaysar bo'ling. Hayot sizning ko'z yishingizga emas, g'ayratingizga oshiq. Biroq unutib qolmang. Har vaqt o'zingizni asrang. Yerib charchsangizmi, kayfiyatingizni yaxshi tutib xushal yuring. Ma'qul. Gaplaringizni tushundim. Akbar muallim bilan Nurziya shu tariqada xeyli uzun paranglashib, Nurziya
yataqqa qaytib kirdi. U yataqqa kirishi bilan tang Ra'na uningdan nega ketganligini so'radi. Nurziya, nega ketdingiz? Sizni izlab topamayman-ku. Maktab hovlisida birdam o'tirib kirdim. Texi uxlamabsiz-ku. Siz qaytib kirmagan tursangiz ko'zimga qandaqmi uyqu kelsin. Siz degan Shahnozning menga topshirgan omonati. Sizga yaxshi ko'z quloq bo'lib, holingizdan xabar olmasam bo'lmaydi. Menga kuyinganingizga ko'p rahmat Ra'na hada. Sizni saqlatib qo'yibdiman. Yo'qay, hech qisi yo'q. Amasi baldiroq aramaylang. Yana atigan turimiz. Ma'qulamsa, xayrli gash, yaxshi tush ko'ring. Nurziya karvatga chiqib ko'zlarini ching'ida yumib yotdi. U ko'zlarini yumishi bilan tang xiyol ekranida Akbar muallim paydo bo'ldi. 8-qism. Nurziya karvatga chiqib ko'zlarini chang'ida yumib yotdi. U ko'zlarini yumishi bilan tang xiyol ekranida Akbar muallim paydo bo'ldi. Akbar muallim bilan paranglashgandan keyin Nurziya necha vaqtdan unutishga tirishib kelayotgan ko'ngilsiz ishlar yodiga yetib, uni azoblayotgan edi. Ashu kuni Nurziya Akbar muallim bilan paranglashgandan keyin Akbar muallim pat-patla boshqalar orqali Nurziyaga sirtdan buyurtgan esil tamoqlarni, o'zi yoqtirib o'qiydigan yaxshi mazmundagi kitoblarni sovg'a qilib turadigan bo'ldi. Ba'zi kunlari Akbar muallim Nurziyani o'zi izlab kelib, uning bilan paranglashib, mungdishib, andin yatqiga qaytatdi. Yiliqi kuni Kamil Nurziya maktabda deb yolg'on so'zlab, Nozigulni qaytirib etgandan keyin Nozigul yana necha qatim Nurziya bilan ko'rishish uchun ularning uyiga keldi. Ammo har qatimda Kamil har xil bahona sabablar bilan Nurziyaning yo'qolib ketganligini yoshirib kelayotgan edi. Bugun atigan Nozigul aksi bilan yaxshiroq paranglashib, Nurziyaning zodi nega ketganligini aniq qilmoqchi bo'ldi. Yalqon, men bugun akamlarning uyiga berib kelaymikin da'vatdaman. Nurziya to'la tushimga kirib, uningdan bakla ansirab qolyapman. Elim o qizimni ko'migili xeli kunlar bo'lib qoldi. Bugun nemish bo'lishdan qat'iy nazar, uning bilan cho'qim ko'rishaman. Nazgul, Kamil akamlar Nurziyani bizdan qochirayotganda qildi. Umid cho'ng bo'lib qoldi emasmi? Bir ishlarni asala bayqab qoldi. Balkim Kamil akamlarmi Nurziyaning haqiqiy ahvolini bilib qilishidan ansirab, shunga shunday qilayotgan chig'i. Men qarang, ayni vaqtda siz o'zingiz Nurziyani ularning bekishiga berishga qo'shilgan. Shunday bo'lgandan keyin Nurziya bilan qamay, diktingizni uydagi balaga qarting. Bu nima deganingiz Yalqon? Ajiba men qizimni ko'rsam bo'lmamdi ekan. Agar ayni vaqtda opam shunday deb turmagan bo'lsa, men yurak paramni ularga bermagan bo'lardim. Men bolamni ularga berib etgan bo'lsam, ko'rish huquqim bor. Qandaqli bo'lmasin, men degan bir ona. Qizimni buncha uzun ko'rsatmasa, men hargiz chidab turolmayman. Nazigulning yig'lamsirab degan bu gaplarini anglab, Yalqonmi ortiq gap qilmadi. Nazigul tayyorlik qilib, aksi turayotgan shaharga qarab yo'lga chiqdi. Necha soatdan keyin Nazigul aksining uyi oldiga keldi. Bu vaqtda Kamil ayol uyda yo'q bo'lib, eshik taqaq turadi. Nazigul eshik oldida birdam saqlab turgandan keyin Kamilga telefon qilib, uning qachon qaytib keladiganligini so'rab baxmoqchi bo'ldi. "Voy aka, yaxshimi qanday ahvoling? Men sizlarning uyga kelgandim. Uyda odam yo'q ekan. Sen nada?" "Ha, men aytlan bilan sirtga chiqqan, saqlab turgan. Bizmi uzoqqa mayli boramiz." "Ha, ma'qul. Amsi shundoq bo'lsin." Nazigul telefonni qo'yib etgandan keyin eshik oldidagi o'rindiqqa kelib o'tirdi. Birdamdan keyin ularning o'zi yillik qo'shnisi bo'lgan Saydugul hada qo'llarida bir muncha narsalarni ko'targanicha keldi. Hamda Nazigulning uy oldida o'tirganligini ko'rib, uningdan ahvol so'radi. "Voy, teshikmi, qanday ahvolingiz Nazigul singlar? Eshik oldida turib ketibsiz-ku. Kamilla uyda yo'q ekanda." "Yaxshi, o'zingizmi yaxshimi Saydugul hada?
Akamlarni yo'qlab kelgandim. Uyda yo'qkan. Ular kagich saqlab turgan edi. Ha, menmi yaxshi. Yiroq yezdin kap bo'g'icha erib qolgansiz. Yuring uyga kirayli. Menmi yolg'iz birdam halmon bo'p o'ltirimiz. Saydugulning qayta taklif qilishi bilan Nozigul akam qaytib kelgicha Saydugul hadam bilan paranglashib o'ltirib turay deganlarni o'ylab, Saydugul hadi bilan uning uyiga kirdi. Ular uyga kirib o'ltirgandan keyin Saydugul hada chaqqonlik bilan choy damlab Nozigulning oldiga qo'ydi. Saydugulning qayta taklif qilishi bilan Nozigul akam qaytib kelgicha Saydugul hadam bilan paranglashib o'ltirib turay deganlarni o'ylab, Saydugul hadi bilan uning uyiga kirdi. Ular uyga kirib o'ltirgandan keyin Saydugul hada chaqqonlik bilan choy damlab Nozigulning oldiga qo'ydi. Qani singlim, choy ishkash, tatliq turumlarga eg'iz tegib beqing. O'z qo'lim bilan pishirgan, sirtninkidan ko'p tamlik. Qo'lingiz guljimu hada. Kichik vaqtimdami siz pishirgan tatliq turumlarni yeyishga amroq edim. Saydugul bilan Nozigul shundoq paranglashib o'ltirib, Saydugul tuyuqsiz Nurziya to'g'riliq eg'iz ochdi. Qandaq singlim? Nurziya yezdiki uyga ko'nib qoldimi? Haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bak azoblanib ketmagandi-ku. Hay, xalqlarmi faqatla eg'izni yumalmaydi jumu. Necha yillardan hech kim oshkorlamagan ishlarni qandaq bo'lib Nurziyaga aytib qo'ygandi deyman. Nima deyapsiz? Nurziya haqiqiy ahvolni bilib qoptimi? Bu gaplarni anglab ajab hayron qoldingiz-ku singlim. Kamildan anglasam, Nurziya hozir sizlar bilan birga turib yetibdi-ku. Nurziya haqiqiy ahvolni bilib qolib, uydan chiqib ketibdi-kan. 15 kunlar bo'g'ichimi hech yerdan topolmadi. Keyin Kamil uni tepib, udulli sizlarning yaninglarga opirib qo'yibdi-kan-ku. Ashu kuni kechda Nurziya uydan chiqib ketgandan beri uni hech qaysimiz ko'rib boqmadik. Kamil Nozigul bilan birga turibdi degan bo'g'ashqa, sizdan uning ahvolini so'rab boqqan edim. Bu gaplarni anglagan Nozigulning ko'z oldi qorong'ulashgandek bo'lib, nafaslari qiyinlashib ketdi. Aslida Kamil boshqalarning Nurziyaning opasining oltinini o'g'irlab ishlar oshkor bo'lib ketgandan keyin uydan chiqib ketganligini hamda hozirgacha hech qanday xabar yo'qligini boshqalarning bilib qolishidan ansirab, qo'lim qo'shnilariga Nurziya haqiqiy ahvolni bilib qolg'ashqa uni singlimning uyiga opirib berdim. Hozir Nurziya Nozigul bilan birga turibdi deb yolg'on so'zlagan edi. Mana paxta ichida cho'g'ini saqlag'ili bo'lmaganidek, Kamil izchil yoshirib kelgan bu ish oxiri oshkor bo'lib ketdi. Nozigul shu topda egiz osmondan biraqli yerga tushib ketgandek his qilib ketyotdi. Nurziya mening yenimdamikan? Bu qandoq bo'lg'ini? Akam menga izchil Nurziya yotoqlik maktabda o'qiyotdi degan emasmidi? Ajaba, bechora qizim Nurziya texnik sirtlarda sarsam bo'lib yuryotamdigandi. Bu qandoq mumkin bo'lsin? Men shuncha vaqtdan nimishqa bu ishlardan xabarsiz yuraman. Qizim Nurziya. Tuyuqsiz Nozigulning yoshirin yurak sanjig'i qo'zg'alib qolib, yiqilib tushdi. Saydugul darhol Kamilga telefon qilib, Nozigulning ahvolini aytdi. Kamil Saydugul hadining telefonini olgandan keyin ushqandek kelib, Nozigulni doktorxonaga elib bordi. Nozigulning chiroylari tatirib, lavlari ko'kirib ketgan edi. Kamil singlisining bu turqini ko'rib qattiq azoblanishga boshladi. Qanday qilish kerak? Nozigulga bu ishni zodi qanday tushuntirish kerak? Nozigul bu reallikni qanday qabul qiladi? Kamil doktorxona hovlisiga chiqib, bo'qildab yig'lab ketdi. U rostilla bek azoblanib ketayotgan edi. Aka, Nurziya qayerda? U zodi nega ketdi? Mening bechora qizim nega ketdi? Nimishqa menga yolg'on so'zlab qizim
qizimning yo'qolib ketganligini izchil yoshirasan. Ayni vaqtda sana ishonib, seni qizimni o'z qizidek ko'rib yaxshi boqalaydi. Onunğa atılıq mehrini beralaydi deb yurak paramni sana topshirsam, ishonchimni mushundaq yerda qo'ysang bo'lamdi. Nazgul, jinim salam, kechirgin. Meni kechirgin. Men sana yuz kelinmayman. Amaltingni yaxshi saqlayolmadim. Hozir sana qarg'adakmi yuzim qolmadi singlim. Endi bu xonda kechirim so'rganning nim foydasi? Bana senin kechirim so'rashing emas, qizim kerak. Bilayotamsan, qizim kerak. Bir xotirjam bo'l. Men Nurziyani cho'qim tepib kelaman. Nurziyani topmoqchi qaytib kelmayman. Sana va'da beray. Nurziyaning nada bo'lishidan qat'iy nazar, uni cho'qim izlab topaman. Kamil kasal karvatida intayin jonsiz holatda azoblanib, ochiq yosh to'kib yotgan Nozigulga qarab shundoq va'da berdi hamda Nozigulni Yalqonga topshirib, doktorxonadan chiqib ketdi. Yalqon karvat yanidagi o'rindiqqa kelib o'ltirib, Nozigulning qo'llarini tutdi. Yalqon Nurziyaning tushlarimga kirgani beka emaskan. Bichora qizimiz sirtlarda sarson bo'lib yursa, biz onun ota-onasi turib hech ishdan xabarsiz yuribdi. Bizdekmi ota-ona bo'lamdi? Men bekla azoblanib ketyapman. Agarda qizimga bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, men akamni bir umr kechirmayman. Bo'ldi Nazgul, ko'nglingizni yerim qilmang, bo'lamdi. Kamol akam dedi-ku, men Nurziyani cho'qim tepib kelaman deb. Qizimizga hech ish bo'lmaydi. U cho'qim sog'-salomat turibdi. Menga ishini. Qizimiz qaytib kelib, opasining kasal karvatida yotgan bichor holatini ko'rsa, cho'qim ko'ngli yerim bo'ladi. Shu tezroq saqlayib doktorxonadan chiqadigan ishni qilinglar xotin. Biroq Yalqon, men rostila qo'rqyapman. Bo'ldi, ansirmang, hech ish bo'lmaydi. Nurziya tezla qo'ynimizga qaytib keladi xotin. Yalqon to'xtamasdan Nozigulga tasalli beryotdi. Nozigul Yalqonning bazlashlari bilan tinchlanib, asta-asta ko'zlarini yumdi. Nozigul uxlab qolgandan keyin Yalqon doktorxona hovlisiga chiqib, ig'ir nafas olganicha ko'zlariga yosh oldi. 9-qism. Yalqon to'xtamasdan Nozigulga tasalli beryotdi. Nozigul Yalqonning bazlashlari bilan tinchlanib, asta-asta ko'zlarini yumdi. Nozigul uxlab qolgandan keyin Yalqon doktorxona hovlisiga chiqib, ig'ir nafas olganicha ko'zlariga yosh oldi. Yalqon ayni vaqtda Nozigulning qizimizni akamlarning beqishiga berdim deganligini anglab, qattiq azoblangan. Shundaq bo'lsa-mu, Nozigul Yalqon uchun urug' tuqqanlardan ayrilib, yiroq yeziga kelgan bo'lg'ashqa, Yalqon yanala Nozigulning ko'nglini ayab ortiq gap qilmagan edi. Endi bo'lganda Yalqon qizining yo'qolib ketganligini anglab, yuragi og'riyotdi. Kamil Nurziyani topaman deb Nozigulga va'da berib, doktorxonadan chiqqandan keyin qaytadan Nurziyani izlashga kirishdi. Kamilning esiga yana birinchi bo'lib Shahnoz keldi. Chunki ilgari Kamil Nurziyaning eg'izidan Shahnoz to'g'riliq gap so'zlarni anglab turardi. Nurziya bilan Shahnozning yaqin do'stlardan ekanligi-mu Kamilga 5 qo'ldek ayon. Balkim Nurziya Shahnoz bilan aloqalashgan bo'lishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, Nurziyaning tayong'idek boshqa odami yo'q. Shunda qilib Kamil Shahnoz o'qiyotgan maktabga kelib, Shahnoz bilan ko'rishdi. Qizim, oldin qatim sizga Nurziyaning uydan chiqib ketganligini aytgan edim. Mana Nurziya uydan chiqib ketganligimi 1 yil bo'lay deb qopti. U hech qaytib kelmadi. Undan rostala bek ansirab ketyapman. Eng muhimi Nurziyaning opasi doktorxonaga kirib qoldi. Nurziyadan ansirab ko'zlaridan yosh qurmayotdi. Nurziyaning sizdan boshqa hech qanday bir do'stimi yo'q edi. Shunga sizdan Nurziya bilan ko'rishmaganligingizni bilib baqay deb kelgan edim. Balam, sizdan o'tinib qolay. Navada siz Nurziyaning
Nerede ekanligini bilsangiz menga aytib bering, bo'lamdi. Sizdan o'tinib qolay. Kamil so'zlab etib o'zini tutib ololmay yig'lab ketdi. Garchi Shahnaz Nurziyaga o'zining oshxonada ishlayotganligini hech kimga aytmaslikka va'da bergan bo'lsa-mu, Nurziyaning dadasining xilala judab qolganligini, uning o'tinib yalurib ketayotganligini ko'rib ichi siyrilib ketdi. Yana kelib Nurziyaning opasining og'rib qolganligini ko'zda tutib bo'lsa-mu, endi bu ishni yo'shirishga bo'lmaydi. Kechiring aka, siz oldingi qatim kelgandala, men Nurziyaning qayerda ekanligini bilatdim. U uydan chiqib ketgan kunilar meni izlab kelibdi-ekan. Biroq Nurziya menga o'zining qayerda ekanligini hech kimga aytmasligini degan. Menmi uningga va'da bergan bo'lg'ashqa sizdan yo'shirgan edim. Aslida burunli aytsam bo'pti-ekan. Meni rostla kechiring. Demak, siz rostla Nurziyaning nerede ekanligini bilsiz, shundaqmi? Bek yaxshi bo'ldi qizim. Bek yaxshi bo'ldi. Nurziya qandoqroq turyapti? U hozir nerede? O'tgan ishlarni bo'ldi deyishmayli qizim. Meni hozirla Nurziyaning yeniga boshlab bering. Xotirjam bo'ling. Nurziya sog'-salomat turyapti. Ma'qul. Men hozir sizni uning yeniga boshlab boray. Kamil xo'shalligida Shahnozga to'xtamasdan rahmat aytqach, Shahnozga ergashdi. Ular hozir Nurziya ishlayotgan maktab oldiga kelganda, taksidan tushib, maktab ichiga qarab aldirash-tinash kirib kelishdi. Shahnoz ilgari bu maktabga Ra'no bilan ko'rishish uchun bir qatim kelgan bo'lg'ashqa, maktab oshxonasining qayerda ekanligini biladi. Ular oshxona oldiga kelganda, Shahnoz tuyuqsiz to'xtab, Kamilga qaradi. "Tag'a, siz avu tarafdagi futbol maydoniga berib saqlab turing. Men kirib Nurziyani chaqirib chiqay." Kamil beshini lang'ishtirib futbol maydoni tarafga qarab mangdi. Shahnoz maktab oshxonasiga kiribla astoydillik bilan ustallarni suritayotgan Nurziyani ko'rdi. Qarmoqqa Nurziya burunqidan xilila judab qolgandek ko'rinadi. "Nurziya? Voy, Shahnoz, sen qanday bo'lib kelib qolding? Bugun dam oladigan kuning emasdi-ku. Bir ish bo'lmagandi. Maktabdan qochmagansan, ha?" "Kelsam bo'lmamdi-ekan. Seni sig'inib keldim." "Bo'ldi, chiq-chiq qilmag'ana. Meni sig'inib ketganing uchun maktabdan qochib yenimga keladigan qiz emassan. O'rganishni qanchalik muhim o'rinda qo'ydiganingni men obdan bilaman. Cho'qim bir ish bor. Qani ayta, nimaga kelding?" "Hay, meni yanala sen tushunasan-jumi?" "Nurziya, shundaq. Bugun sana deydigan intayin muhim gapim bor. Futbol maydoniga chiqib paranglashaylik. Biroq men hozir ishlayotgan bo'lsam, ko'p vaqtingni olmayman. Bu ish rostilla bek muhim. Tezmag'ina." Shahnoz shundaq degunicha Nurziyaning qo'ldan tortib elib mangdi. Ular futbol maydoniga kelganda, Nurziya futbol maydonida tonish biraylarning o'zlariga dumbisini qilib turganligini ko'rdi. Hamda Kamilni bir ko'ribla tunib qolib, kayniga o'rilganicha futbol maydonidan chiqib ketish uchun mangdi. Nurziya, to'xta qizim, to'xtab turg'in. Ayni chaqda oltin zanjirini olgan bo'l yoki olmagan bo'l. Hozir bu muhim emas qizim. Necha vaqtdan uyga qaytmay bizni bekla ansiratding. Seni izlab bormagan yerlarim qolmadi. Bo'ldi. Endi sizlamang dada. Men sizlarning o'z qizinglar emaskanman-ku. Shun endi mening holimdan xabar olishinglarning hojati yo'q. Men garchi sizlarga o'z bo'lmasam-mu, sizlar bilan necha yil bir uyda turib, sizni dada deb chaqirib keldim. Sizlarni o'z ota-onam deb bilatdim. Sizlarni menga bek amroq deb o'ylaydim. Ammo haliqi kuni bildimki, sizlar menga faqatla ishonmaydi ekansizlar. Mening qanday qiz ekanligimni bilmaydi ekansizlar. Oltin zanjirni men olmadim deb shuncha yalurgan bo'lsam, opam qilch parvo qilmadi. Men shu kuni bekli xo'rlik his qildim. Agarda men sizlarning o'z qizinglar bo'lgan bo'lsam, zanjirni mening olmaganligimga ishonishinglar mumkin edi. Mayli qandoqli bo'lmasin, necha yildan beri meni beqib cho'ng qilganinglar uchun sizlardan ko'p minnatdorman. Keyincha har kunim yaxshi bo'lib qo'limga pul kirsa, meni boqqan ajringlar uchun sizlarga haq beraman. Nurziya, bu nima deganing? Boqqan ajringlar uchun haq berman deyapsan. Qizim, sen bekli o'zgaribsan.
Seni bundaq deydi deb xiyolimga keltirib baxmagan edim. Shunda men o'zgardim. Dunyodagi eng yaqin odamlarim, men eng yaxshi ko'radigan odamlarim menga ishonmay, g'ururimni yerga urib, meni o'g'ri atg'ay ashu kundan boshlab men o'zgardim. Men hozir burunqi Nurziya emas. Dada, eng yaxshisi biz endi paranglashmayli. Siz qaytib keting. Yo'q. Men seni bile elib qaytib ketaman. Men siz bilan birga ketmayman. Qizim, bugun men bilan qaytib ketmasang bo'lmaydi. Men qara, Nurziya qizim. Apang ikkimizdan ranjiganingni bilaman. Biroq bizning xatoligimiz uchun o'z apangni jazolasang bo'lmaydi. Nima? O'z apam? Shundoq. Singlim Nozigul, yana sening hammang, sening o'z apang shu qizim. Sen aslida Yalqon bilan Nozigulning tunji bolasi eding. Ayni chaqda aytilan ikkimiz balliq bo'lamg'ashqa cho'ng onang Nozigulga qizingni akangga bagin bolam deb nasihat qilib, sen aytilan ikkimizning qizimizga aylangan eding. Men Nozigulga yuz kelinmayman. Senimi yaxshi qarayamadim qizim. Hozir Nozigul doktorxonaga kirib qoldi. Uningdan behli ansirib ketyapman chiroyli qizim. Sendan o'tinib qolay. Men bilan beli berib, uning bilan ko'rishib qaytib ketgandan keyin biz bilan turishni yoki o'z opang Nozigul bilan turishni o'zing tanlagan bo'lamdi qizim. Sendan o'tinib qolay. Nurziya, shunda qilgin adash. Sen sabablik opangga bir ish bo'lib qolsa, bir umr pushaymonda o'tsan, joyliq qilma. Nurziyaning chanoqlari liqqida yoshga to'ldi. U ma'qul degandek beshini lang'ishitgan edi. Kamil xushal bo'lganidan ko'zlariga yosh oldi. Ular doktorxonaga kelganda bo'lsa, Nozigul uxlayotgan bo'lib, Yalqon Nozigulning ustiga yotgan yepib qo'yotdi. Kamilning Nurziyani boshlab kirayotganligini ko'rgan Yalqon darhol o'rnidan turib, qizim demoqchi bo'lib, og'zini o'mallab to'xtab qoldi. O'z dadasi Yalqonning nima qilarini bilolmay turgan holatini ko'rgan Nurziya asta Yalqonning oldiga kelib, uning quchog'iga o'zini atdi. Dada! Nurziya, nima deyapsiz qizim? Meni nima deb chaqirdingiz? Dada! Dada! Qizim, jinim qizim. Qizim. Nurziya bo'qildab yig'lab atdi. Yalqon uning ko'z yoshlarini surtib, peshonasiga so'ydi. Bo'ldi, yig'lamang chiroyli qizim. Qara, o'roqlab ketganingizni. Kichkina turib chapada qoldingiz. Shuncha vaqtdan beri o'zingiz yolg'iz qanchalik qiyirib singansiz qizim. Hech qisi yo'q dada. Menga yetish bo'lmadi. Dada, apam qanday qaraq? Atigandan beri to'xtamasdan ismingizni chaqirib chiqdi. Tomoq yigilimi unmay, qizimni ko'msam, sizlarga o'lib berman deb jidal qilgan. To'la yig'lab yirib ketgan bo'lsa kerak. Tixa hozir uxlab qolgandi. Nurziya dadasining qo'ynidan chiqib, karvat yanidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Hamda Nozigulning qo'llarini alqanlari orasiga oldi. Qizi qo'lini tutishi bilan tang, Nozigul darhol ko'zini ochdi. Hamda Nurziyaning o'zining qo'llarini tutib o'ltirganligini ko'rib, o'rnidan turib, Nurziyani bag'riga bosdi. Nurziya shu hamon pangada etilib yig'lab ketdi. Qadrlik asar anglag'uchi aziz do'stlar, Nurziya amdi yeziga qaytib, o'z ota-onasi bilan birga turamdigandi. Kamil bilan Nozigulning munosabati qanday bo'lib ketar? Navoda asarning keyingi tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning atidagi qismida bo'lsin.